Keyingi avtomobilimiz Spark avtomobili. Ikkinchi pozitsiya. Mashinamiz holatlari juda ideal. Bir joyga kulish tegmagan, hamma detal o'ziniki. ABS, konditsioner, motor golobkalari ochilmagan. Probegiga keladigan bo'lsak, 104 ming yurgan. Mashinamiz holatlari juda zo'r. Moylargacha almashtirib qo'yilgan. 4 ta yumshoq balonlari bor, LED faralarda. ABS, konditsioner, abagriplarigacha bor. Probegi mana 104 ming yurgan. Salon ko'rishlari yaxshi poliklarda qilingan. Gazlari bor, yangi 65 talik gazlar qo'yilgan. Mana mashinamizni tan narxiga keladigan bo'lsak, 91 million so'm so'ralibdi. Sal kami bor. Kraskasiga kelsak, mana shu eshigini mana shu pastida, kalinkasi bilan shu eshik pastida kraskasi bor, bo'ldi. Boshqa hech qayerda kraskalari yo'q, bemalol o'zlaring uchun proverka qildirib olaverasizlar. Tekshirtirib grafikaga keladigan bo'lsak, 11 million 12 million bilan ham chiqadi avtokreditga. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Kapital bank orqali bo'lsa, mana shunday bosh to'lovlar shunaqa summa bilan chiqibdi. Hayot bank orqali 11-12 million bilan chiqadi o'g'li.